Boy bo'lishni istaysiz, lekin bilimlar yetishmayaptimi? Oddiy odamdan biznesmen yoki investor darajasiga ko'tarilishni istaysizmi? Ko'p pullarga va yaxshi daromadli biznesga ega bo'lish uchun zarur narsa bu bilimlar ekanini tushunasiz. Ammo o'sha ma'lumotlarni qayerdan olishni bilmayapsizmi? Endi sizda bunday muammolar bo'lmaydi. Pullarni to'g'ri boshqarishni, aktiv va passiv daromadlarni ko'paytirishni va kichik hamda katta bizneslar ochishni oddiy, oson hamda qiziqarli o'yin orqali o'rganasiz. O'yin qanday o'ynalishiga qiziqyapsizmi? Unda eshiting. O'yin qutisini ochasiz. Qutida o'ynash uchun kerakli barcha detallar hamda o'yin qoidasini o'rgatuvchi maxsus disk ham mavjud. O'yinni 4 kishi bo'lib o'ynashingiz mumkin. Poyga doskasidagi kichik aylanadan o'yinni boshlaysiz. Maqsad esa 25 ming ishlamasangiz ham kelib turadigan pul oqimi va 1 million jamg'arma bilan katta aylanaga o'tish. E'tibor bering, o'yinni ichida pullarni boshqaruvchi 20 donadan iborat blankalar bor. Siz oylik maoshingizga ishlaysiz, o'yin davomida sizga imkoniyat beriladi. Kichik biznes boshlanishiga yoki aksiyalar sotib olishga. Kasb kartochkasi orqali xarajatlaringizni hisoblashni ham unutmang. Aktiv daromadingizga endi kichik hamda katta sarmoyalar kiritish orqali passiv pul oqimini qo'shasiz. Xarajatlarni ham to'g'ri taqsimlashni o'rganing. Bozordagi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, aksiyalarni va ko'chmas mulklarni sotib oling. O'yin orzungizni sotib olishga yetadigan pullarni ishlab topganingizda tugaydi. Aytgancha, shuni ham unutmang. Poyga moliyaviy o'yini har qanday biznesda bo'lishi mumkin bo'lgan force major holatlardan to'g'ri yechim topishni ham o'rgatadi. Ushbu o'yinni ko'plab taniqli milliarderlar o'ynagan. Tabriklaymiz! Siz pullarni to'g'ri boshqarishni o'rganib, yollanma ishchidan biznesmen yoki investor darajasiga o'tishni uddalay oldingiz. O'yin so'ngida sizning muqaddas orzungiz ham ushaldi. Poyga moliyaviy bilimlar o'yini qumor yoki tavakkalchilikka asoslangan emas. Poyga orzularingiz kalitini topishni ham o'rganing. O'yinni hayotga tatbiq etish imkoniyati ham o'z qo'lingizda.